Assalomu alaykum jigarlar. Bugun Startabosharda fabrikada katta hashar bo'lyapti ekan. Hechdan ko'ra kecham yaxshi deydi-yu. O'shaning uchun kech bo'lsa ham sekin yo'l oldim. Qani uydan chiqdim mana Shaxtyorskidan. Bismillah deb mana soatimiz 15:41. Qani qancha vaqtda pishkom bo'laman ekan jigarlar. Kuzatib turingizlar. Qani bir marta sinab ko'ramiz. Pishkom yo'lda mashina to'xtasa ham bemalol ketavering deymiz. Biz pishkom eksperiment qilyapman deyman. Kuzatishda davom etamiz. Agarlar kimki sog'ingan bo'lsa, Paputi yo'ldan chiroyli qilib sizlar uchun maxsus o'sha mashhur mana dekani aldi. O'sha Soyuz paytdan qolgan o'sha deka holigacha juda ham chiroyli qurilgan, ko'rib turganlaringizdek. Bu yog'i poliklinika, bu yog'i park, bu yog'i esa o'sha bilasizlar-a, o'tiradi-ya, hamma kelganda bu yoqqa o'tiradi, nari yoqqa o'tiradi. Rossiyadan kelsa yig'ilib hammasi guringlashib, mashina ko'rishadi. Ofis tipa, ofis, ha? Kim sog'ingan bo'lsa mana shu yo'llarda padilitsa qilamiz. Chiroyli qilib o'sha sog'ingan, anchadan beri kelmay yurgan jigarlar bor-ku, mana 5 yillab kelmay yurganlar bor. O'shalarga chiroyli padilitsa qilib qo'yingizlar. Tamam. Men bo'lsa sekin yo'lda davom etyapman jigarlar. Mana soatimiz ham 15:47 mana. Mana shu o'sha mashhur mol bozor bu yer. Mana bu yer esa zapravka. Mana birinchi qismi bu moyka. Bu yerda akalar gilam yuvishadi, mashina yuvishadi. Gilamni yuvib dastavka qilib olib borib ham beradi. Narigi tomonda bo'lsa o'sha bizning mashhur video olingan-ku. O'sha shinamontajga. Ishlaringiz kelsa, bemalol tushib qoladigan bo'lsa, bemalol kelasizlar. Ishlaringiz chiroyli qilib bitkazib berishadi akalarimiz. Orqa qismi Paputi olib ketaveramiz. Mana bu yer o'sha Visol to'yxonasi. Mani to'yim ham mana shu yerda bo'lishgan. Mana shunaqa gaplar. Kuzatishda davom etamiz. Tog'ning chiroylisini qaranglar. Ob-havoga gap yo'q. Endi minus edi, minus ertalab 2 edi, hozir qancha? Bo'lsa bir plus 2-3 gradus. O'shaning uchun kurtka kiyib oldim. Pishkom yurish natijasida ancha toliqdim. Jigarlar. Lekin sizlar uchun bosamiz gazini. Kimni uyi bo'lsa mana shular chiroyli qilaman sizlar uchun maxsus. Visol to'yxonasi remontlarni yangi qilib, svej qilib qo'ygan. O'sha jo'natib qo'yamiz. Jigarlar tanish, bilish, sog'inganlarga maxsus qilib kimni to'yi bo'lgan bo'lsa laykchalarni qo'ndirib qo'yasizlar. Paddeshkada bo'lib. Biz esa dalish ketaveramiz. Soatimiz ham 15:50 bo'libdi. Yerda ham yangi uy qurilibdi. Juda ham ajoyib, kompaktni bo'libdi, kichkinagina. Bu yerda bilasizlar, bizda yangilik emas. Bizda juda tez shlanglarimiz yorilib turadi. Bilmayman endi bunaqa Rossiyaning sovug'iga o'xshagan sovuq emas. Lekin shunda ham yoki kачественный emasmi, yoki kачественный qilmaydimi? Tez mana shu suvlarimiz yorilib turadi jigarlar. Hech qisi yo'q jigarlar. Мясо без костей не бывает degan gap bor. O'shaning uchun e'tibor bermaymiz. Hamma yerni qilma orzu, hamma yerda bor tosh tarozi deydi. Biz esa mana manzaradan mazza qilgan holatda ketaveramiz. Eski bir yer voyankomat jigarlar. Eslaringizdan chiqib ketgan bo'lsa, o'sha Soyuz paytda bir yer voyankomat bo'lgan. Mana shunaqa. Orqadan ko'rinishi jigarlar. Qaytib kelganda videoga olib bermayman. Bir yo'la mana shunda olib ketaveramiz. Hozir ko'pchilik elektromototsikl olgan. Bunga dokument ham qilmaysiz. Shunchaki uni olasiz. Prava ham kerak emas o'ylashimcha. Bemalol mazza qilib minaverasiz. To'g'ri, endi baribir mototsiklga o'xshab tortmaydi. Lekin rasxod jihatdan sizni boshim og'rimasin desangiz, o'sha qulayroq. Menga ham shu ma'qul kelib turibdi. Nasib qilsak, tez kunlarda kelajakda bitta yaxshi elektromototsikl olaman. Uzoqni yaqin qiladi. Rasxodi kam.
Shunaqa jigarlar. Kimki sog'ingan bo'lsa, maxsus mana biratlar o'tib ketyapti. Chista katta taksi Sibag'i Halimboy. Meni sosedim, yoshligimdan katta bo'lganman. Tinmaydi, baraka topsin. Alloh rizqiga, umriga baraka bersin. Agar tepaga ketib to'xtab ketdik derdi-da. Lekin ketmasdim. Chunki biz jigarlar bir marta eksperiment qilib ko'rishimiz kerak. Qanchada pishkon borsa bo'ladi, lekin svobodniy ketyapman. Unaqa shoshilish yo'q. Lekin shu yerda men ko'p pishkon yurmaganligim natijasida sal entikib qolyapman. Tim bo'li bu yer spust jigarlar. Men ham sportivniy formada emas, как положено, zimniy formadaman. O'shani evaziga sal entikibman. E'tibor bermaysizlar. Mana bu yerda ham suv otilyapti. Bu suvni ko'rib, ro'za oyidamizni ko'rib turibsizlar. Ro'zaning oxirgi 10 kunligidamiz. Bugun yana saharlikka uxlab qolganman. Niyatimni qildim. Sekin bugun kun qiyin bo'lyapti. Bunaqa suvni ko'rgandan keyin yana ana oda odam suv ichib yuboraymi deb turib bir xayolimga keldi hozir bori. Lekin suv ichmaymiz. Ramazon bu qiyinchilikka o'tib ketadi jigarlar. O'sha mashaqqati sizga kelajakda kayf beradi. Nimaga? Men qila oldim degan narsa. O'sha tepadagi bizni yaratgan zot uchun tuta oldim degan o'zingizni ichingizda mazza qilgan o'sha kayf paydo bo'ladi. O'shaning uchun biz bu mashaqqatlarni kechib o'sha rohatga yetib olaylik jigarlar. Sizlarga ham nasib qilsin. Hammamizga nasib qilsin. Belli domga ham yaqinlashyapmiz. O'sha hayajonli onlar kimki Belli domda o'qigan bo'lsa, chiroyli qilib ulashib qo'yamiz jigarlar. Chunki meni tabasharliklarni katta qismi kuzatmaydi. Kuzatsa qancha foiz kuzatadi? Tabashar masalan 50 mingta aholida bo'lsak, o'shani 5% ni kuzatsa kuzatadi. 5%. O'shanaqa. Shuning uchun jigarlar padlitsani bosaveringizlar. To qolganlar ham podpiskani tashab, Marufello kanalida mana shunaqa chiroyli manzaralarni ko'rib mazza qilsin. Mana shunaqa gaplar. Yana o'sha mumkin emas. Ko'rinma ko'zimga. Chunki hali erta degan fikrlar aylanyapti. Mazza lekin bori mazza. Musofirdagilar kelingizlar. Bundoq bu havoni zo'rida mazza qilib sizlar bilan ham pishkom, mashinada emas, pishkom. Mashinada unchalik kayf bermaydi. Pishkom kayf beradi. Mazza qilib, gurunglashib, chaqchaq qilib, yoshlikdan, bu yoqdan chiroyli suhbat qilib, pishkom tog'larga chiqamiz. Tepalikka mana piknik qilamiz. Shuning uchun jigarlarim bosingizlar gazini, ishni bosingizlar. Chalg'imaysizlar. Ozgina qoldi. Mana shu tepalikka chiqib kelib qoldik. Hozir pastga kalla tashlaymiz. Sal odam yengil tortadi. Tepalikka chiqib kelavergan sari odamda quvvat tugaydi-da. Xalastoyga mashinani qo'yib berasiz. Hozir men ham shunda pastlikka yurishni boshlasam, polyotniy rejimga shunda qo'yib qo'yaman. Oyoqda o'zi yurib ketaveradi. Sekin paslamagan kelib oldim. Mana shu yerda peshkom 5-dan chiroyli bo'lib o'quvchilar maktabga chiqib 11 yil, 9 yil va undan ham ozroq, kamida 1 yil o'qiganlar bor mana shu yerda. Biz endi yo'limizni davom etamiz. Sog'inganlar uchun maxsus. Men ham juda sog'inuvdim bir vaqtlar. Lekin hech kim bunaqa video olib bermagandi. Hech kim video olib bermagan. Lekin men o'sha sog'inchimda, o'sha vaqtda reja qiluvdim. Menga o'xshagan sog'inganlar bo'lsa kerak menimcha. Tabashar yo'llarini, tabashar atmosfera, tog'larini sog'inganlar bo'lsa kerak menga o'xshab. O'shaning uchun erinmasdan shunday like, bitta kommentariya
biror kim yaqinlaringizga podlitsa qilib qo'yinglar. Mana bu yerda sariq qum bor edi. Ko'pchilik kelmagan bo'lsa, bilmagan bo'lsa, mana yangilik, hozir sariq qum yo'q. Hozir tekislab, bu yerda agrajeniya qilib o'rab, kirish mumkin emas qilib qo'ygan. Ayrim sabablarga ko'ra. Bu tomonimiz Garnatskiy. Garnatskiy ham juda bir chiroyli qishloqda, tog'ning qo'ynida joylashgan bor. Shunda chiqsangiz, nariyog'i O'zbekistoni. Bu yoq esa o'sha Kompoq, lager shu tomonga tushib ketaverasiz. Kompoq deb o'zimizkilar aytadi. Atakda eski nomi, ruslar qo'ygan nomi Koni Park. Jigarlar Koni Park. Mana buni qaranglar jigarlar, bu manzaraga nima yetsin? Suv sharillab oqyapti, bori sharillab. Ko'k suvda suv shekilli, adashmasam. Mana bu suvlarni oqib, ovozini eshitib, terapiya-ku, terapiya. Mazzami? Ovoz ba'zi mikrofon taqib olganman, unchalik kelmasa ham kerak. Hozir lekin biz jigarlar mana bu yo'l bilan bunda aylanmaymiz hozir. Sizlar uchun mana shu yerda chir yo'l bor. Chir yo'l bilan mana shunday tepalikka chiqib ketamiz. Levi yo'l bilan. Shu bahonada suvning ovozini sizlar uchun eshittiraman. Ovozi eshitilyapti degan umiddaman. Hozir mikrofonni o'chirdim. Chista jigarlar uchun o'sha atmosferani, men o'sha ketayotgan, eshitilayotgan ovozlar, o'sha terapiya deb atagan narsamni sizlar ham his qilib turib, bitta mazza qilib qo'yishlaringizni xohlagan holatda mana shu zvuk yetib boradi degan umiddaman. Men bu yerlar endi bilmayman kimning agoroti bo'lgan. Avvallar juda gullab yashnab turardi. Hozir esa ko'rib turganlaringizdek hech kim qarov yo'q. Jigarlar, bu yerdan qanday o'tamiz? Shunisi qiziq bo'ldi-yu. Hozir bu yerdan bismillah. Mana bu yerga bosamiz. Jigarlar yordam beringizlar. Bu qayerga bosang? Qani bismillah. Alloh o'zing sharmanda qilma. Hoppale! Jonisidan. Alhamdulillah. O'tib oldik. Endi dalshi. Qani. Minani bosmaymiz. Minalarga ehtiyot bo'lib. Cho'tamam dito yurib qo'ydimi? Mana shu yerdan baq qarab yuramiz. Jigarlar, mana shunaqa bo'bam turar ekan endi. Qanday qilamiz? Qayerga bosang? Yo'q, riskovni bu yog'i. Endi bu yog'iga. Qani 1, 2, 3 sakradik. Rahmat. Endi bu yoqqa marra bizniki jigarlar, marra bizniki. Mana chirichlar o'sib yotibdi. Bitta sakrab olamiz. Mana jigarlarim, sizlar uchun maxsus. Endi mikrofon taqamiz. Hoppa. Jigarlarim, nima deyapti? Ovoz eshitilmay qoldi-ya endi. Hech qisi yo'q. Men ovozimni tiniq eshitib tursalaringiz bo'ldi bundan buyog'iga. Qum, karyer, juda katta karyer. Bu tomonlar ham karyer. Mana bu tomonda Stariy Toboshar. Mana bu yerda hozir ko'k suvga kelamiz jigarlar. Ozgina sabr qilib tursalaringiz, agar kimki videoni tomosha qilayotgan bo'lsa, juda cho'zilib ketdi-da bu video deb agar madoringiz to'lib ketayotgan bo'lsa, jigarim, ozgina sabr qilsangiz, hozir chiroyli manzara ko'rsataman. O'sha siqilib turgan joyini shunda qo'yib beradi. Chunki u arziydi u. Hozir ozgina qoldi. Sabr. Gazelam o'tib ketdi. O'sha mashhur Rahmat ova. Ancha-muncha vaqtlardan beri bu marshrut bo'ylab haydaydi. Baraka topsin. Ozgina qoldi. Mana bu ham chiri yo'l deyiladi. Nariyoqqa o'tib ketadi. Bu tomon ham karyer, bu tomonda ham chiri yo'li bor. Sho'rbuloq ana ko'chasiga, mahallasiga borsa bo'ladi. Stariy Toboshar Sho'rbuloq mahallasi. Bu yer esa o'sha ko'k suv jigarlar. Avvallari bilmayman bir nima bo'lgan,
o'zlaringiz yozib ketasizlar nima bo'lganini. To'liq bilmayman ma'lumot. Lekin shunchaki nima deydi? Chiroyli manzara borda, chuqurlik, ostida suv. Mana shu odam ko'zini quvontiradi. Larim bu yerda qabriston bor ekan. Umurqul Pattayev, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Shu yerda avariya bo'lib olamdan o'tganmi? O'shaning natijasida qabri shu yerga qo'yilgan ekan. Bilmayman. Nima uchun bunaqa yo'lga qo'yiladi biron nima? Anosi bormi? Tushunmayman bu yog'iga. Lekin nima bo'lsa ham Alloh rahmatiga olsin. Kutilgan onlar. Men ham o'zim ham xohlagan. Ko'pchilik qachon yetib kelar ekan shu joyga deb kutgan bo'lsa, o'tkizib jigarlar mana o'sha joy. Ajoyib bu. Ajoyib. Mana chiroyligini qaranglar. Jimlik. Lekin odatda o'rdaklar bo'lishardi bu yerda. Lekin o'rdaklar yo'q. Baliqlar bor lekin. Adashmasam. Biz esa jigarlar o'ylashimcha yetadi. Sekin yo'lda bu yoqqa qarab davom etamiz do'stlarim. Manzilimiz hali bor oz. Biroz harakat qilib yurib bersak borib qolamiz. Mana soatimiz ham 16:24 jigarlarim. Plus minus nima deydi? Mana shu svobodna, как aylanib прогулка qilaman desangiz, grubo 1 soat ketar ekan do'stlar. Chunki men avtomobillarda to'xtayapman. Videoga olib applikatsiya qilib qolyapman. O'shaning uchun agar videoga olmasdan chista gaplashib, to'g'ri yo'lda davom etadigan bo'lsangiz 40 minut, atsila 40 minut jigarlar. Voy, ketavering, men video olib ketyapman, video. Hozir fabrikaga boraman, fabrikaga. Sarvar Doniyor, o'sha mashhur shoir akamiz hozir ketdik, olib ketaylik dedi. Birinchisi to'xtadi jigarlar, o'zi ko'p o'tmadi. Bitta taksi akam o'tdi, ketayotganda signal chalib ketdi. Rahmat avval o'tdi. Keyin 3-chi odam mana Sarvar Doniyor umridan baraka topsin. To'xtab, qani ketdik dedi. Onsam podiumda ya. Ko'pchilik masalan o'zim ham rolda bo'lsam podiumda to'xtatishga оборот to'ladi deb turib to'xtashga erinamiz. Lekin bu akamizga gap yo'q. Dushi chotka brат. To'xtadi endi bu akamiz. Nima deydi? Bu akamizga ham aytamiz endi. Assalomu alaykum. Brat, men videoga olib xalqqa ko'rsatib ketaman dedim. Dushi Hofiz ukamiz umridan baraka topsin, ishlarga omad. Mana shunaqa ko'ngli toza, nima dey, ko'nglida kiri yo'q, shunda paputi olib ketib qoladi bari. Addushi. Hofiz ukamizni ishlariga rivoj. Gazini bosib yursin. 2 betondamiz. 2 beton. Endi orqam esa Stari Taboshar. Eski Taboshar. Ketdik. Ayrim yerlarda hali ham qor erimay qolib ketibdi. Lekin Tabosharda qor erib bo'ldi tamomiy. Lekin bu yerda hali ham qor bor ekan. Tog'da hali ham qor turibdi bir yerlarda to'planib. Mana bu yerda chiroyli qilib kraska qilib odam ko'rsa havas qiladigan darajaga olib kelib qo'yibdi. Baraka topishsin. Bu yoqda esa antena. Mana maktab 4-chi Tangri Berdiyev maktabi. Jigarlarim. Taboshar qishlog'iga ham kirib keldik. 2 betondan o'tgandan keyin Stari Taboshar hisoblanadi. Bu yoqda akamiz uyini navesini qilyapti, chiroyli qilib. Bu yoqda esa yosh bolalar yoshlik gashtini surib, futbollarini o'ynab, o'sha g'ami yo'q. Faqat g'ami shu qornosda qorin to'yg'izish, qorin to'ysa ko'chaga chiqib o'ynash. Juda ham ajoyib. Mana bu yoshlik. Hammamiz ham yosh bo'lganmiz, shunaqa beg'am davrimiz mana.
Biz dal shu yo'lda davom etamiz. Manzarani ko'rsatib ketaveramiz. Tepada qo'ychi akalarimizmi yuribdi, cho'pon akalarimiz. Mollarini qo'lashibmi. Bu yoqda esa ko'chatni qishga o'rab qo'ygan bo'lsa, mana sekin yechyapti. Hamma nima deydi? Ana uda qishloqiy muhit boshqachada, hamma qimirlagan, hovlisiga chiqqan. Bitta gap bilan shunchaki mazza bor, manzara ham zo'r. Mana bu yerda esa mana Rahmat og'amiz ketyapti. Gazini berib, baraka topsin. Xalqni mushkulni oson qilyapti. Assalomu alaykum, janob aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yechintiryapsizmi? Ya baylayapsizmi mana buni? Mayli. Janob akam sal meni gapirgan gapim sal boshqacha tushundi shekilli. Yechintiryapsizmi deb daraxtni nazarda tutdim. Bilmadim. Tinchmisizlar ukalarim? Va alaykum assalom. Hayron bo'lib qoldim, yechintiryapsizmi yoki kiyintiryapsizmi degan. Shunaqa gap qarochi. Hech qisi yo'q. Qishloq ajoyib, bor. Qishloq muhit hayoti hali kelajakda bitta cho'tka qilib turib bir haftami qishloq hayotini haqiqiy ko'rsataman hali. Niyat qilib qo'yganman, nasib. Faqat sizlar ungacha paddeshga qo'ldan kelgancha bosingizlar. Idalshi bo'lshi o'sha sizlarni bir chekkadagi yer yuzini, men shuncha masalan yer yuzi bo'lsa dumaloq, o'shani bitta chekka zarra qishlog'idan chiqqan jigarlaringiz Marfello sekin o'zini kontent chiroyli videolarni olib boraveradi. Faqat sizlardan paddeshga xolos. Nima deydi? O'zingniki paddeshga qilmasa boshqasi qatdan qiladi deydi. Birinchi o'zlaringiz paddeshkani bersalaringiz, keyin sekin shahar to'lib qolsa bo'ladimi? Biz uje pamitni tozalab yo'l-yo'lakka kelgancha mana ostanovkaga ham kelib qoldik. Fabrikaga ham ozgina qoldi, 500 metr. Mana Stariy Tabashar. O'sha to'g'ri birinchi kirib keladigan yo'l, glavniy yo'l. Bir-biriga signalchalarni berib gazini bosishyapti. Hozir 200 metr qolganda o'tir ketdik deydi. Men aytdim, qo'ying aka dedim, 200 metr qoldi. Shunda pishkom yetib olaman, qo'yaman dedim. Navruz akamga gap yo'q. Gazini bosadi. Smatrashik gap bo'lishi mumkin emas. Kada ish qizg'in bo'lyaptimi bilmadim, lekin ovozi chiqayapti. Buf o'tib polda urishyapti. Addushi. Yerlar mana manzilga ham yetib keldik. Soat 16:40. Boshida nechida chiqdik? 41dami? Plus minus rovna 1 soat vaqt ketdi jigarlar. Videoga olib joy sizlar bilan bo'lishib keldim. Addushi gap bo'lishi mumkin emas. Jonlaringiz omon bo'lsin. Ishlaringizga rivoj barchangiz. Shu yergacha kuzatib kelgan bo'lsangiz, shunda kommentariyaga kirib turib biror nima yozib qo'ying. Shunaqa gap. Ish qizg'in. Fabrikaga yetib keldik. Hechdan ko'ra kech yaxshi deb akalarning ishiga rivoj. Assalomu alaykum. Ishga baraka. Akalar ishni bosyapti. Ro'zada nima o'qilyapsiz? Tinchmisiz? Nima bu? Ro'zada chekmaydi-da. Yaxshimiz, tinchmiz, sog'lom. Salomatligingiz joyidami? Ya, gap yo'q. Shu yoshga yetib ham kelib turib hasharda xalqning xizmatini qilish o'zi bo'lmaydi, Mamajon bova. Joningiz omon bo'lsin, umringizga, rizqingizga baraka bersin. Hamma yo'q idealni, cho'tka akalar nima deydi, joyiga qo'yib zo'r qo'yishdi, umridan baraka topishsin. Endi biz nima deydi, anchadan beri kelganim yo'q. Shunchaki kelib sizlarga shunchaki ko'rsatib qo'ya olish qo'limdan kelyapti endi. Akalar bilan qo'shilib yelkama-yelka tura olmadim.
ayrim sabablarga ko'ra. Akalar idealni qilyapti. Nima deydi? O'ziga qilganday deydi-yu. Shunaqa gaplar. Hali ancha ish bor akalar. 2 kunlikmi, 3 kunlik ish bor. O'shaning uchun kelish kerak. Kelingizlar, poddeshka qilingizlar jigarlar. Material tayyor, kuch bilan poddeshka qilingizlar.